Uning nafasi qulog'imga pichirladi. Qo'rqma, Shahnoza. Sen boshqachasan. O'sha ovoz hali ham quloqlarim ostida jaranglaydi. Bu ovoz meni eritib, irodamni sindirgan, o'zim qurgan barcha devorlarni qulatgan edi. Men u uchun hamma narsaga tayyor edim. Hozir men uning xatosiman. Uning muammosiman. Va men uning farzandini yuragim ostida ko'tarib turibman. Assalomu alaykum. Mening ismim Shahnoza. Boshimga tushgan ko'rgiliklarni aytib berish og'ir. Lekin men kabi aqlli, sodda qizlar boshqa bu tuzoqqa tushmasligi uchun ham aytishim shart. Bu mening iqrorim. Farrosh hikoyalari kanalining qadrli obunachilari. Bugun men sizlarga o'z dardimni to'kmoqchiman. Men o'qishdan boshqa narsani o'ylamaydigan qiz edim. Tibbiyot kolleji emas. Men iqtisodiyot universitetining eng a'lochi talabasi edim. Maqsadim bitta edi. Kuchli bo'lish, o'z oyoqlarimda turish, ota-onamning ishonchini oqlash. Yigitlar, sevgi, bular men uchun vaqtni bekorga sarflashdek tuyulardi. Dugonalarim uchrashuvlarga chiqqanda men navbatdagi taqdimotim ustida ishlardim. Hayotimdagi burilish men nufuzli kompaniyaga amaliyotchi bo'lib ishga kirganimda boshlandi. Men o'zimni ko'rsatish uchun tunu kun ishlardim. Mening mehnatimni sezishdi. Lekin meni nafaqat boshliqlarim, balki boshlig'imning o'g'li Davron ham sezib qoldi. Davron, u bizning departamentga yangi rahbar etib tayinlangandi. U xuddi jurnallarning muqovasidan tushgandek edi. Qimmatbaho kostyum, undan kelayotgan o'tkir, ammo yoqimli atir hidi, hamma bilan masofada turib gaplashadigan sovuq nigoh va faqat tanlanganlargagina hadya etiladigan jilmayish. Avvaliga u menga e'tibor ham bermadi. Men u uchun shunchaki amaliyotchi edim. Hammasi o'sha katta majlisdan keyin boshlandi. Men tayyorlagan hisobotimni himoya qilgandim. Hamma tarqalgach, u meni chaqirdi. Shahnoza, dedi u. Ovozida g'alati bir iliqlik bor edi. Sizning ishlaringizni kuzatib turibman. Sizda olov bor. Men qizarib ketdim. Rahmat, Davron aka. Menga aka demang, dedi u jilmayib. Biz hamkasbmiz. Sizda katta salohiyat bor. Men sizga ustoz bo'lishni xohlayman. Ustoz. Qanday shirin so'z. O'sha kundan boshlab mening hayotim o'zgardi. Biz kechgacha ofisda qolib ishlay boshladik. U menga biznes sirlarini o'rgatardi. Men unga tobora bog'lanib borayotganimni sezmasdim. Uning har bir maqtovi men uchun qanot edi. Sen boshqachasan, Shahnoza, derdi u menga qahva olib kelib berarkan. Boshqa qizlarga o'xshamaysan. Ular faqat pul va chiroyli hayot haqida o'ylashadi. Sen aqllisan. Men unga ishonardim. Kompaniyaning yillik bazmi bo'ldi. Hamma xursand. Musiqa. Davron butun oqshom mendan ko'zini uzmadi. U meni raqsga taklif qildi. Uning qo'llari belimda. Men uning kuchli qo'llarini his qildim. Uning atiri. U egilib qulog'imga pichirladi. Bu shovqindan charchadim. Yur, biror tinch joyga boramiz. Men yo'q deyishim kerak edi. Meni uyga olib borib qo'ying deyishim kerak edi. Lekin men xo'p dedim. Biz uning mashinasida shaharni aylandik. Keyin u mashinani to'xtatdi. Yomg'ir yog'a boshlagandi. U menga o'girildi. Ko'zlari yonardi. Siz nima qilayotganingizni bilasizmi? Dedim men titrab. Ha, dedi u. Men nima xohlayotganimni aniq bilaman. Uning lablari lablarimga tegdi. Bu men kutgandek emasdi.
Bu talabchan, kuchli, ehtirosli bo'lsa edi. Mening barcha to'g'rilarim, barcha aqlli qarorlarim o'sha yomg'ir tomchilari bilan birga oqib ketdi. Men qarshilik qilmadim. Men ham buni xohlayotgandim. O'sha tun biz uning uyida, dabdabali kvartirasida o'tkazdik. Men yo'qotishdan qo'rqardim deyman-u. Lekin o'sha tun men o'zimni ixtiyoriy ravishda unga topshirdim. Uning har bir teginishi, har bir shirin so'zi men uchun dunyo edi. Men sodda qiz emasdim. Men sevib qolgan ayol edim. Yoki shunday deb o'ylagandim. Keyingi bir necha oy jannatdek o'tdi. Yashirin uchrashuvlar, ofisdagi o'g'rincha qarashlar, qimmatbaho sovg'alar emas, balki seni sog'indim degan xabarlar. U menga uylanishni va'da qilardi. Faqat shu katta loyihani tugatib olaylik. Shahnoza, keyin otamga aytaman. Sen mening yonimda qirolichadek yashaysan derdi. Men unga ishondim. Hatto baholarim tushib ketganini, ishga e'tiborim kamayganini ham sezmadim. Men faqat Davronni o'ylardim. Keyin o'sha kun keldi. Ko'nglim ayniy boshladi. Boshim aylanardi. O'zimni g'alati his qilardim. Dugonamning gapidan keyin qo'rqapsa oldim. Hammomda o'tiribman. Qo'limda ikkita chiziq. Dahshat, qo'rquv va g'alati bir quvonch. Men ona bo'laman. Biz ota-ona bo'lamiz. Men darhol unga qo'ng'iroq qildim. Ovozini eshitib yig'lab yubordim. Davron, tabriklang. U gapimni bo'ldi. Ovozi sovuq edi. Nima bo'ldi? Shahnoza, ishxonadaman. Men homiladorman, dedim men baxtdan hansirab. Telefonning narigi tomonida sukunat. Uzoq, muzdek sukunat. Shahnoza, dedi u nihoyat. Ovozida na quvonch, na hayajon bor edi. Adashyapsan. Yaxshilab tekshirdingmi? Ha, tekshirdim. Davron, bizning farzandimiz bo'ladi. Mening vaqtim yo'q, dedi u va aloqani uzdi. O'sha kuni kechqurun uchrashdik. U har doimgi joyimizga keldi. Lekin u o'sha men sevgan Davron emasdi. U begona edi. Nima xohlaysan? Dedi u menga qaramay. Nima degani bu? Tushunmadim men. Bu ikkimizning farzandimiz. Oilangizga qachon aytamiz? U zaharxanda kuldi. Oila, farzand. Shahnoza, sen o'zingni kim deb o'ylading? Men senga uylanaman deb o'yladingmi? Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Axir siz va'da bergandingiz. Men hammaga va'da beraman, baqirdi u. Sen shunchaki bir o'yin eding. Yaxshi, aqlli o'yinchoq eding. Endi muammoga aylanding. Menga bola kerak emas. Bu nomardlik. Bu hayot. Shahnoza, dedi u. U cho'ntagidan konvert chiqarib oldimga tashladi. Bu yerda pul bor. Bormi? Abort qilasanmi? Nima qilsang qil. Lekin meni boshqa bezovta qilma. Agar yana bir marta menga qo'ng'iroq qilsang yoki onam bilib qolsa, o'zingdan ko'r, ishingdan ham, o'qishingdan ham ayrilasan. U o'girilib ketdi. Men esa qotib qoldim. Uning boshqachasan degan so'zlari hammasi yolg'on ekan. Men ham boshqalar kabi shunchaki bir martalik ekanman. Men nima qilishni bilmasdim. Abort, o'z farzandimni o'ldirishmi?
Bu haqida o'ylashni ham istamasdim. Ota-onamga nima deyman? Aqlli qizingizning sharmandaligini qanday aytaman? Men u bilan yana gaplashishga urindim. U telefonini ko'tarmadi. Meni ishdan bo'shatishdi. Amaliyotingiz tugadi deyishdi. Men uning uyiga bordim. Meni qo'riqchilar kiritmadi. Men hamma yo'llarni sinab ko'rdim. Oxirgi choram qolgandi. Men uning onasi bilan uchrashishga qaror qildim. Men uning onasiga borib, hamma narsani aytib beraman deb o'yladim. U ham ayol, u ham ona. U tushunadi. O'g'liga insof beradi deb o'yladim. Oh, qanchalar sodda bo'lganman. Men bir amallab uning onasining manzilini topdim. Ular shahar tashqarisidagi katta qasrdan ham battar uyda yashar ekan. Meni ichkariga kiritishdi. U ayol. Men kutgandek mehribon ona emasdi. U sovuq, mag'rur, temir ayol edi. Meni boshdan oyoq kuzatib chiqdi. Xo'sh, dedi u. Eshitaman. Men yig'lab yubordim. Hamma narsani, Davronning va'dalarini, o'sha tunni, homiladorligimni, hammasini aytib berdim. U jim eshitdi. Yuzida na achinish, na g'azab bor edi. Men gapimni tugatib, unga umid bilan qaradim. Demak, dedi u sekin. Mening o'g'lim seni homilador qilib qo'yibdi. Ha, iltimos, yordam bering. U meni eshitmayapti. U o'rnidan turdi. Deraza oldiga bordi. Keyin menga keskin o'girildi. Uning ko'zlarida nafrat bor edi. Sen, dedi u menga barmoq o'qtalib. Sen kimsan o'zi? Qaysidir bir qishloqdan kelgan, o'zini aqlli sanaydigan bir qizchasan. Sen mening o'g'limning hayotini barbod qilmoqchimisan? Yo'q. Men uni sevaman. Sevgi. U qahqah otib kuldi. Senga o'xshaganlar sevgi nimaligini bilmaydi. Sizlar faqat pulni va maqomni bilasiz. Mening o'g'limga yopishib, oilamga kirib olmoqchimiding? U stol ustidagi sumkasini ochdi va menga pul otib yubordi. Mana senga pul. Davron bergandan 10 barobar ko'p. O'sha bachchangni oldirasan-da. Qorangni o'chirasan. Agar yana bir marta bu uyning ostonasiga yaqinlashsang, yoki bu gap tashqariga chiqsa, men seni o'z qo'llarim bilan tuproqqa ko'maman. Sen nafaqat o'qishdan, balki bu shahardan ham yo'q bo'lasan. Tushundingmi? Uning so'zlari Davronning xiyonatidan ham qattiqroq zarba bo'ldi. O'g'li va'da berib aldagan bo'lsa, onasi pul bilan tahdid qildi. Men o'sha uyda chiqib ketdim. Qo'limda pul emas, yuragimda nafrat bor edi. Men sodda qiz edim. Men aqlli qiz edim. Endi esa men shunchaki aldanib, homilador bo'lib qolgan, tahdid ostida qolgan bir ayolman. Mening to'yim 14 kundan keyin bo'lishi kerak emas. Mening hayotim tugadi. Ularning puli bor, ularning kuchi bor. Menda esa faqat sharmandalik va yuragim ostidagi begunoh bir jon bor. Azizlar, siz nima deb o'ylaysiz? Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Men kimga ishonishim kerak edi? O'zimgami? Yoki sevganimni aytgan o'sha yigitgami? Endi nima qilaman? Bu mening iqrorim edi. Xato qilgan. Ammo endi nima qilishni bilmayotgan bir ayolning iqrori. Farrosh hikoyalari kanalining obunachilari. Sizning fikr va maslahatlaringizni kutaman.